o'sha zavodda eng kam necha pul oylik oldingiz-u, eng ko'p ishga rosa ko'payganda necha pul oylikgacha oylik oldingiz? Birinchi zavodimdami yo ikkinchisida? Ikkinchi zavodingizda. Ikkinchi zavodimda 3,5 million tepasida wonda olardim. 3,5 million. Bunda yana 2,5 ming dollar tepasida pul bo'ladi. 3,5 ming dollar. Shu 4,5 minggacha olganmiz. Mana sizlar haqiqat bu narsa. Endi hozirgi kunda hozir mana kommentariyada bo'lmasam yozish mumkin bu videoda qo'ygandan keyin. Kimon ishlar ko'p. Ishlayotganlar o 5 million, 6 million ham oylik olyapti. Buni yashirmaydi hech kim. Kibonda ishlayotganlar ham ko'p. 2 million oylik olib ishlayotganlar ham ko'p. Sabr qilib, netib. Ish oson. 2 million haftada 5 ming ishlaydi. Kimgadir shunaqa ish yo'qadi. Yengil, ish vaqti kam. Shunaqa. Kimgadir 12 soat tikka turib ishlash yoqadi. Kimgadir o'tirib ishlash yoqadi, shunaqa. Lekin ana 12 soat, 13 soat, yoki 14 soatgacha ishlash mumkin, lekin ashingalashi oylik. Ashinda shunaqa oylik chiqadi. Lekin shu. Hozir demak, ikkinchi ish xonangizda eng kam oyligingiz 2000 dollar desa bo'ladimi? Shunaqa. 2000 dollardan 4,5 ming dollargacha ham oldingizmi? 4,5 milliongacha, wongacha 3 mingdan baland bo'ladi. 4,5 million won bo'ladigan bo'lsa, 3000 dollar, 2000 dollardan tortib 3000 dollar atrofigacha eng ko'p oyligi shu holatda olganingiz. Olganman.